4 jahon chempioni Aleksandr Alekhin o'z davrida gapirgan. Mana ustimdan g'alaba qozonish uchun bitta ochkoni qo'lga kiritish uchun 3 marotaba g'alaba qozonish kerak. Birinchisi debyutda, ikkinchisi Mittelspielda va oxir oqibat Endspielda. Va mana shu so'zlarni o'z kitobida, mashhur bo'lgan kitobida Robert James Fisher 11 jahon chempioni ta'kidlab o'tmoqda. Albatta mana bu kitobda va hozir birgalikda ko'rib o'tadigan partiyamiz ushbu yuqoridagi Alekhin gapirgan so'zlarni yaqqol tasdig'i hisoblanadi. Mana shu ko'rib o'tadigan partiyamiz bu 1959-yilda bo'lib o'tmoqda. Syurixda ajoyib musobaqa bo'lib o'tgan va yosh shaxmatchi Robert James Fisher ambitsiyaga ega bo'lgan va faqat oldinga degan. Uning raqibi esa juda ham tajribali bo'lgan Paul Keres degan shaxmatchi. O'ylaymanki, bu shaxmatchi tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. 30 yil davomida top 10talikda bo'lgan shaxmatchi va har doim taxallusi bo'lgan, doim ikkinchi. Kimga qiziq bo'lsa, ushbu shaxmatchi to'g'risida ma'lumotlar umuman olganda boshqa video bor. Ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ajoyib shaxmatchi bo'lgan, yillar davomida top shaxmatchi hisoblangan. Ajoyib kuchga ega bo'lgan, ammo lekin taqdir taqozosi bilan jahon chempionligini qo'lga kirita olmagan, umuman matchga chiqa olmagan shaxmatchi bo'ladi. Juda ham ajoyib tarzda, fantastika shunchaki. Qanday qilib bunaqangi shaxmatchi har doim ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Mayli, hozir ko'rib o'tadigan partiyamiz juda ham ajoyib do'stlar. Va mana shu ikki shaxmatchi o'rtasidagi to'qnashuv har doim qiziqarli kechgan. Shunchaki men bu ishkal bo'lgan har doim do'skada va hozir mana shu ko'rib o'tadigan partiyamiz ham yuqoridagi boshidagi gapimni va umuman olganda santimetr uchun mana bu kurash do'skada kechgan ikkala shaxmatchi o'rtasida. Keling hozir birgalikda partiyani ko'rib o'tamiz va bu narsaga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizni onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ссылкаga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Oqlar bilan Robert James Fisher harakat qildi va partiyani o'ziga odatiy bo'lgan E4 yurish bilan boshlab bermoqda. Javoban Keres E5 bilan javob berdi. Otif 3-6, fil B5 va doskada ispan partiyasi. A6 fil A4ga, otif 6 rokirovka, fil 7 ruh E1 hamda B5 yurishdan keyin fil qochmoqda B3 ga tegiga. Rokirovka C3, D6 H3 profilaktika, ot A5 ga fil qochmoqda hamda C5 yurishdan keyin javoban D4 zarbasi markaz bo'ylab. Fers C7 bo'lmoqda javoban partiyada. Doskada hozir ispan partiyasini Chigorin varianti yuzaga kelmoqda. Ot B2 hamda CD yurishidan keyin esa fil B7 yurishini amalga oshirmoqda Paul Keres va ushbu pozitsiyada albatta D5 yurishi oqlarga minimal lekin stabil ustunlikni berardi. Ammo lekin bu yoqda ot F1 yurishini amalga oshirmoqda Bobby Fischer va o'z otini E3 ga tegidan yoki bo'lmasam J3 ga tegidan F5 yoki bo'lmasam D5 ga teglariga albatta vaziyatga qarab yo'naltirish mumkin bo'ladi. Hozircha esa ruh 8 fil hujum ostida, fil D3 ga hamda mana shu vaziyatda qorlar uchun yaxshi bo'lgan yurish bor edi, ya'ni D5 markaz bo'ylab zarba va mana shu yurish orqali deyarli pozitsiyani holatini teng holatga olib kelish mumkin edi. Ya'ni debut jihatidan demoqchiman. Misol uchun D yurishiga u holda ot uradi E4 bilan javob berish mumkin. Ot J3 bo'ladigan bo'lsa, u holda javoban F5 yurishi bor. Mana shunaqangi tarzda otni himoya qilish maqsadida va qulay bo'lgan paytda hattoki qorlar nazari F4 yurishni amalga oshirish mumkin. Shuning uchun olish kerak. U holda esa fil uradi F6, ot uradi E4, D, fil uradi E4 va ketma-ket mana bu figuralar doskani tark etishni boshlaydi va pozitsiya umuman olganda plus minus teng holatda. Albatta o'sha paytda lekin nazariyalar boshqacha ko'rinishda bo'lgan, shuning uchun tushunsa bo'ladi. Ot C6 bilan javob bermoqda Paul Petrovich ushbu pozitsiyada va D4 katagiga hozir piyodaga bosim qilmoqda va shu mamlakatda hujum qilmoqda. Javoban esa ot E3 yurishni amalga oshirmoqda Fisher. Albatta qorlar prinsipial bo'lgan variantga borishi mumkin edi va bu nisbatan yaxshiroq edi partiyada bo'lgan holatga nisbatan. U ham bo'lsa ot uradi D4. Javoban bo'lishi mumkin ot uradi D4, E7, ot F5 ga, ruh E8, fil J5 va uni ko'rmoqdamiz qanchalik
oqlarning figurasi tezda o'yinga chiqayotganligini va shohni qanotida hozir hujum boshlanishi yaqqol ko'zga tashlamoqda. Albatta ushbu faktor vaqtinchalik bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa butunlay bu shaxmatchini o'yinda qanaqangi holatda olib borishiga bog'liq, lekin inisiativa va hujum qilish imkoniyati albatta oqlarda bor. Shunga qaramasdan qorlarning pozitsiyasi butunligicha mustahkam deya tan olsa bo'ladi. Ammo lekin partiyada Paul Petrovich Roxya 8 yurishini amalga oshirmoqda hozircha. Va mana shu vaziyatda endi ushbu kamchilikdan Fisher unumli foydalanishi mumkin edi. U ham bo'lsa D5 yurish orqali, ya'ni stabil ustunlikni qo'lga kiritgan holatda. Agarda otni B4 ga olib keladigan bo'lsa, u holda fil B1 yurishidan keyin A5 bo'lishi mumkin, fers E2 piyoda hujum ostida va bu yoqda himoya qilishning har xil yo'li bor. Agarda ferzni B6 ga olib kelib himoya qiladigan bo'lsa, u holda bu xatolik hisoblanadi, chunki javoban ot F5 bo'ladi, fil hujum ostida. Agarda uni olib qochadigan bo'lsa, u holda javoban fil E3 ga va ko'rmoqdamiz B piyodasini himoya qilishni iloji yo'q. Albatta bu yoqda fers E7 eng to'g'ri yurish, piyodani bermaslikka harakat qiladigan bo'lsa, u holda javoban A3 yurishidan keyin yagona bo'lgan katak A6 kataga otdan olib qo'yiladi va otni qochadigan bironta bir joyi bo'lmaydi. O'shaning uchun bo'lishi mumkin boshqacha ko'rinishdagi himoya ham bo'lsa ot D7 otni C5 kataga qo'yish maqsadida va ta'kidlab o'tishim kerak, shu piyodani juda ham xavfli. Keling ko'rib o'tamiz. Agarda fers B1da B5 bo'ladigan bo'lsa, u holda ot C5 ga qarab keladi va D3 katagidan butunligicha qo'lga olishadi qorlar. Keyinchalik fil A6 yurish ham xavfi bor va qurbon qilingan piyoda uchun yetir keragidan ortiq bo'lgan kompensatsiyaga fers qanotiga qarshi hujumga ega bo'lishadi qorlar. O'shaning uchun katta ehtimol bilan fil D2 yurish amalga oshiriladi oqlar tarafidan va ruh B1 yurishi o'z navbatida xavf solmoqda. Agarda ferzni B6 ga olib qochadigan bo'lsa, holda A3 yurishidan keyin ot qochishi kerak hamda B4 yurishi yana oqlarga stabil shu pozitsiyada endi shunchaki kichkina emas, balkim katta ustunlikni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Chunki qorlarning figurasi ot ham, piyoda ham, B piyodasi o'z navbatida B7 katagidagi fil ham o'yindan tashqari holatdaligini ko'rmoqdamiz va shu birlikda oqlarning figurasi shohning qanotiga qarab borayotganligini ham e'tiborga olishimiz kerak va shohning qanotidagi to'g'ridan to'g'ri bo'lgan shohga hujum ertami kechmi amalga oshiriladi. Ammo lekin ushbu noaniqlikdan Robert Fisher partiya davomida foydalana olmadi va ot F5 yurishini amalga oshirmoqda. Albatta bu butunligicha ustunlikni qo'ldan boy berish hisoblanadi. Biroz shoshmoqda yosh Fisher. Fil F8 yurishni amalga oshirmoqda. O'z navbatida Paul Petrovich Keris mustahkamlashmoqda. Fil G5 ga ot hujum ostida strukturani buzish mumkin, shuning uchun otni olib qochish kerak. Ruh C1 ga svyaskadan qutulmoqda qorlar. Fil B1 ga ot D4, ot D4 hamda ruh C1 yurishi ushbu pozitsiyada Paul Keris amalga oshirmoqda. Ammo lekin ushbu yurishdan kamchilik bor. Kerisning o'ylagan g'oyasi, ya'ni hisoblagan varianti katta ehtimol bilan fers C1 varianti edi. Va javoban Y yurishiga ot D4 hamda ot C5 yurish bilan javob berishadi qorlar. Mana shunaqangi tarzda Y piyodasiga hujum qilish mumkin qulay bo'lgan payt va umuman olganda yetarlicha kompensatsiya bor qorlarda. Mana qangi piyodalik strukturasining buzilganligi evaziga va erkin o'yinga ega bo'lishadi. Hech qanaqangi hozircha bu yoqda xavf solayotgani yo'q. Ammo lekin Fisher fil C1 yurishni amalga oshirmoqda. Va endi bu yoqda hech qanaqangi variant yo'q. Otni olish kerak, figurani qaytarib yutib olish kerak. Va Paul Keris yana katta umidlarini mana shu fers D4 yurishiga umid qilgan edi albatta. Bu piyodani har holda himoya qilish uchun va shu orqali faolroq bo'lgan yurish katta ehtimol bilan bunaqangi yurishni kutishadi har bir shaxmatchi, ammo lekin kutilmaganda ot H6 yurishi uchib kelmoqda qorlarga. Figurani qurbon qilmoqda Fisher. Keris o'yladi va oxir oqibat olishga qaror qildi ushbu otni. Javoban esa fers G4 ga figura qaytarib yutib olinadi darhol. Shoh H8 ga hamda fers D7. Ushbu kichkina taktikani orqasidan nimaga erishmoqda oqlar? Albatta mana bu shohni birinchi navbatda kuchsizlashganligini ko'rmoqdamiz himoyasi va piyodalik strukturani ham anchalik buzilganligiga e'tibor qilishimiz mumkin. Va mana shu joydan boshlab Paul Petrovich Keris shunaqangi ajoyib tarzda himoyalanishni davom etadi. Fisher esa o'z ustunligini realizatsiya qilishga bor kuchi bilan harakat qilishadi. Partiyani ko'rishni davom etamiz. Fil D5 yurishi. Birinchi navbatda mana shunaqangi ajoyib resursini topmoqda Paul Petrovich. Albatta olish mumkin emas, chunki ruh hujum ostida qolib ketadi va endi o'z filini shohni qanotiga qulay bo'lsa himoyaga o'tkazishni o'ylamoqda Paul Petrovich. Javoban esa fers F5 ga fil hujum ostida
Ruh E5 juda ham faol tarzda himoyalanishni davom etmoqda. Paul Petrovich shunchaki passiv himoya emas, balki aynan faol bo'lgan himoyani tanlamoqda. Fers hujum ostida qochish kerak. U holda esa ya'ni F5 zarbasini juda ham energichni yurishlarni amalga oshirmoqda. Birinchi bo'lib fil keldi D5ga, keyin esa ruh keldi. Oxir oqibat F5 zarbasi berilmoqda oqlarga. Albatta, svyazka bor, hech qanaqasiga olish mumkin emas. Na piyoda bilan va ruh ham, fers ham hujum ostida qolib ketadi. Shuning uchun Fisher ham o'z navbatida yagona bo'lgan yurishni topmoqda. Fil F4 ga. Ruhni haydamoqda. Mana bu juda ham faol bo'lgan katakdan. Ruh E8 yurishni amalga oshirmoqda Keris. Fers H5 ga piyoda hujum ostida. Fil E4 va bu yoqda F3 yurishini amalga oshirmoqda Fisher. Qorilar filni orqaga olib qochmoqda va o'z navbatida himoya qilmoqda ruhini E8 katagidagi. Ruh C1 yurishi qarama-qarshi hujum. Javoban esa fil kelmoqda D7 katagiga o'z piyodasini himoya qilish maqsadida har holda figurlar sonini kamaytirishni uddasidan chiqishi mumkin bo'ladi qorilar. Fil H6 bilan javob bermoqda oqlar. Ruh E6 navbatdagi ajoyib yurish Paul Keris tarafidan juda ham faol tarzda himoyalanishni davom etmoqda. Fil F8, fers F8 hamda bu yoqda ham kichkinagina tuzoq bor albatta qorilar tarafidan. U ham bo'lsa fers F5 yurishiga bog'liq bo'lgan, chunki yashirin zarbadan keyin fers hujum ostida hamma narsa hujum ostida qolib ketadi. Ruh E1 ga shunchaki fil F5 zarbasi va shu bilan o'yin o'z nihoyasiga yetadi. Albatta, bunaqangi kichkina tuzoqlarni Kerisdek shaxmatchi sekundlarda ko'radi. Shuning uchun kechirasiz, Bobbidek shaxmatchi demoqchi edim. Fers H4 yurishni amalga oshirmoqda partiyada oqlar. Javoban esa bo'lmoqda fers F6 va Paul Petrovich Keris o'z yosh raqibini endshpilga taklif qilmoqda va mana shu endshpilda o'zini mana bu og'ir bo'lgan pozitsiyasini ushlab qolishga harakat qilmoqda va bor umidini taktikaga bag'ishlamoqda. Fisher o'yladi va mana bu endshpil u uchun ham yaxshiligiga qarab borishni ma'qul topmoqda mana shu endshpilga qarab. Va endi pozitsiyaga ahamiyat qiladigan bo'lsak, to'g'ri bitta ortiqcha piyoda bo'lishiga qaramasdan ularda pozitsiya og'irligicha qolmoqda. Sababi mana piyodali struktura o'z so'zini gapirmoqda ushbu pozitsiyada. Qorilarda juda ham figurlar mana bu yolg'izliklari ertami kechmi albatta sekin-astalik bilan hammasi himoyani birinchi navbatda talab qiladi. Agar himoya qilmaydigan bo'lsa, shunchaki piyodalar soni kamayishni davom etadi. Va mana shu ushbu pozitsiyada oqlar juda ham yaxshi resurs bor edi o'yinni energichni davom ettirish bo'yicha. Bu narsani ham Fisher o'z kitobida ta'kidlamoqda. U ham bo'lsa ruh C7 yurish orqali darhol figuraga hujum qilgan holatda va shu bilan birga ichkariga kirishni uddasidan chiqadi. Tempni bermagan holatda oqlar. Misol uchun ruh F7 yurishiga u holda ruh A7 yurishi piyodaga hujum qilgan holatda. Fil E6 bo'ladigan bo'lsa, u holda ruh A6 javoban ruh C7 bo'lishi mumkin. To'g'ri liniyasi bo'yicha kirishga bo'lgan harakatlar shoh F2 shunchaki xotirjamlik bilan ruh C1 yurishiga esa fil D3 ga. Va mana bu kuchsizliklar yuqorida ta'kidlaganimdek ko'rmoqdamiz. Hamma piyodalar birinma-ketin yiqilishni boshlaydi. Ammo lekin partiyada shoh F2 yurishni amalga oshirmoqda Fisher va bu bilan o'z raqibiga biroz nafas rostlab olishga imkoniyat bermoqda. Ya'ni qo'shimcha tempni bag'ishlamoqda o'z raqibiga. Shoh H7 yurishni amalga oshirmoqda va shoh tezlik bilan qorilarniki markaz bo'ylab himoyaga, o'yinga, jangga qo'shilishga ulgurmoqda. Ruh C7 endi bu yoqda amalga oshirilmoqda. Ruh F7 va endi bu yoqda ruh A7 yurishi kerakli bo'lgan effektni bermaydi. Keling ko'rib o'tamiz. Ruh A7 yurishiga endi fil C8 yurishi bor qorilarda. Yuqorida bunaqangi resurs yo'q edi, chunki mana bu ruh A7 yurishi bor edi. Va endi agar bu yoqda qochadigan bo'lsa, ruh A8 yurishi bilan kechirasiz yuqorida ham ruh A8 demoqchi edim. U holda shunchaki ruh C7 va C liniyasi bo'yicha qorilar kerakli bo'lgan o'zini qarshi o'yinni qo'lga kiritishadi. Hech qanaqangi ularda hayratlanarli bo'lsa ham muammo yo'q. O'shaning uchun endi bu yog'iga Bobby Fischer boshqa yo'llarni qidirishga harakat qilmoqda o'z ustunligini realizatsiya qilish uchun. Shoh E2 bilan hozircha javob bermoqda. Javoban esa F4 yurishni amalga oshirmoqda Keris. Albatta ushbu yurish shohni D3 kataga kelishiga qarshi yo'naltirilgan hisoblanadi. Chunki shoh D3 mumkin emas, fil F5 bo'ladi va shu bilan ikkita figura doskadan ketadi. Qorilar g'alaba qozonishadi. O'shaning uchun Fischer ruh A7 yurishni baribir amalga oshirmoqda. Endi agar fil C8 bo'ladigan bo'lsa, u holda ruh F7, shoh F7
fil uradi h7 zarbasi bor va h liniyasi bo'yicha prohodnoy piyodani hosil qilish uddasidan chiqishadi oqlar. Kompyuter ushbu pozitsiya tengligini ko'rsatmoqda, lekin tan olish kerak, inson tarafidan qaraydigan bo'lsak, bunaqa pozitsiyani ushlab turish juda va juda qiyin. O'shaning uchun Paul Petrovich filsiz 8 variantiga qarab borayotgani yo'q. U shohni markaz bo'ylab yana ham faollashtirishga qaror qilmoqda. Ruh uradi a7, ruh 7 shoh va bu yoqda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar shohni olib qochadigan bo'lsa, ferziy qanotga u holda j piyodasi bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Bu esa juda ham железный durang hisoblanadi. Shuning uchun shoh f2 juda ham to'g'ri yurish, fil e6 yurishini bu yoqda amalga oshirmoqda partiyada Paul Petrovich o'ziga yarasha g'oya bilan. Biz esa ko'rib o'tamiz, nima qilishi kerak edi aslida. Juda ham to'g'ri yurishlardan bittasi fil f5 edi. Shunaqangi tarzda figurlar sonini fillarni almashtirish maqsadi bilan almashtirgandan keyin to'g'ri d6 katagida piyoda baribir beriladi. Lekin endi shoh e5 yurishi bor edi. Ruh d8 bo'ladigan bo'lsa, u holda ruh c7 va baribir ko'rmoqdamiz. Qorlar ferziy qanotdan c liniyasi bo'yicha yoki bo'lmasam j liniyasi bo'yicha agar shoh qochadigan bo'lsa, o'z qarshi o'yinini hosil qilish uddasidan chiqishadi va ruhli endshpilda katta ehtimol bilan durangni ushlab qolishgan bo'lar edi. Ammo lekin Paul Petrovich partiyada fil e6 yurishni amalga oshirmoqda va o'ziga yarasha g'oya bor albatta ushbu yurishdan ham, lekin kamchiliklari ham yo'q emas. Piyodasini qaytarib bermoqda, to'g'ri qurbon qilmoqda bu yerda piyodani qorlar, evaziga esa o'sha ferziy qanotdagi qarshi o'yinni qo'lga kiritish maqsadida. Fisher hammasini hisob-kitob qildi va olishga qaror qilmoqda ushbu taqdim qilingan piyodani. Shoh e5 ga, ruh c6 seriyasini bermaslikka bo'lgan harakat, u holda esa fil d5 va bu yoqda ham ta'kidlab o'tishim kerak, ruh c5 yurishi yaxshilikka olib kelmaydi oqlarga, chunki shoh d6 yurishi bor va piyodani oladigan bo'lsa, u holda shunchaki fil c4 yurishidan keyin dahshatli qarshi hujumni qabul qilib olishiga to'g'ri keladi oqlar. O'shaning uchun Fisher qochmoqda shunchaki h6 katagiga, h piyodasini har ehtimolga qarshi mo'ljalda ushlab turibdi. Paul Keres esa o'zi o'ylagan maqsadiga erishmoqda, seriyasini egalladi va hozir ichkariga kirishga harakatlarini boshlamoqda. Birinchi bo'lib shoh berdi Fisher, bir necha marotaba va oxir-oqibat shoh d6 yurishidan keyin oqlarga g'alaba keltiradigan yurish u ham bo'lsa b3 yurish edi. Ya'ni mana bu ferziy qanotdagi biroz profilaktik ishlar bilan ovora bo'lish kerak edi. C4 katagini yo'q qilish kerak edi qorlar uchun. To'g'ri ichkariga kirish mumkin bo'ladi, filni olib qochishga to'g'ri keladi balkim almashtirgandan keyin. Mana bunaqangi pozitsiyada endi ruhli endshpil bo'lishiga qaramasdan pozitsiyani ushlab turish juda va juda qiyin. Piyodalar birinma-ketdan qorlarda yiqilishni boshladi. To'g'ri qorlar ham bir nechta piyodani yutib olishadi, lekin son jihatidan baribir oqlar g'alaba qozonishadi. Ammo lekin Bobby Fischer yana shoshmoqda va ruh f5 yurishi bilan yana ustunligini qo'ldan chiqarib yubormoqda va yana Paul Keresda imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. To'g'ri katta emas, lekin shunga qaramasdan baribir bor. Filga hujum qilmoqda. Fil qochgandan keyin esa ruh d1 ga va bir necha marotaba ham j piyodasiga, ham filga hujum qilgan holatda yurishlar takrorlanmoqda ushbu pozitsiyada. Oxir-oqibat Fisher faqatgina g'alaba uchun o'ynayotganligini ko'rsatmoqda. Ruhni j5 yurgan holatda qorlar fil uradi a2 yurishi bilan javob berdi. Bu ham durangga olib boradigan yurishlardan bittasi hisoblanadi. Ammo lekin Fisherning so'zlariga ko'ra, partiyadan kelgan ikkalasi tahlil qilganda ushbu o'yinini Paul Keres ta'kidlab o'tgan, ruh a1 yurishidan keyin qorlarda juda ham yengil durang borligini. Ammo lekin ushbu variantga qarab borgani yo'q. O'yin davomida Paul Keresni o'zi. Fil uradi b5 bilan javob bermoqda Fisher, javoban ruh b1 ga. Lekin ta'kidlab o'tishim kerak, hali ham pozitsiya durangligicha qolmoqda. Hozir b piyodasini olishadi qorlar. Oqlar esa sekin-astalik bilan shohni markazga qarab tortishga harakat qilishadi va o'z shohni qanotidagi bo'lgan faolligini va mana bu piyodalarni yutib olishga bo'lgan harakatni olib borgan holatda. Shoh d3 ga va mana shu vaziyatda Paul Petrovich uchun yagona bo'lgan yurishlardan bittasi, to'g'ri yagona yurish desa ham bo'ladi. U ham bo'lsa ruh uradi b2 yurishi edi. Va endi shoh uradi d4 yurishiga to'g'ri ko'rinishi juda ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin. 3 ta mana bu figura bittagina shohga qarab go'yoki borayotgandek ko'rinishi mumkin. Ammo lekin bu yerda juda ham konkretika aniq rolni o'ynamoqda. Misol uchun fil b1 yurishidan keyin mana bu piyodani mo'ljalga olgan holatda hamda mana bu diagonalni umuman olganda ruh d5 bo'lishi mumkin. Shoh e6 va shoh shunchaki f6 katagiga qarab qochadi. Keyinchalik j piyodasini sug'urib olishadi qorlar va hech qanaqangi
muammosiz, aytaylik ozgincha muammo bo'lishi mumkin, lekin qo'rqinchli narsa bo'lmaydi va durangdan qo'lga kirishni uddasidan chiqishga ham bo'lishar edi. Barchada esa H6 yurishni amalga oshirishdi qorilar. Bu ham umuman olganda yomon yurish emas, lekin albatta kamchiliklari bor va Fisher ushbu yurishga so'roq belgisini qo'ymoqda. Javoban rux H5 yurishi bo'lmoqda. Uje ko'rmoqdamiz hujum qilayotganligini shu piyodaga. Rux uradi B2. Albatta maqsad mana bu piyodani yurishdan, mana bu ruxni himoyasidan chalg'itish kerak edi, o'sha piyodasini. Mana shu maqsaddagina qilgan edi Paul Keres ushbu yurishni. Javoban shoh uradi D4, rux uradi J2. Ko'rmoqdamiz o'z maqsadiga erishganligini Paul Petrovich. Rux uradi H6 shoh bo'lmoqda. Va mana shu pozitsiyaga kelganda 58-yurish doskada do'stlar, partiyani boshqa qismiga o'tmoqda umuman olganda o'yin. Endi hozir oqlarda ikkita yo'l bor. Birinchisi fillarni almashtirish va umuman olganda durangli endshpilga qarab o'tish va shunchaki hech qanaqangi tavakkalsiz durangga rozi bo'lish. Bilamizki, mana bu F hamda H piyodasi ruhli endshpilda odatda yutilmaydi. Ikkinchi yo'l bor, u ham bo'lsa g'alabaga bo'lgan umidlar, fillarni almashtirish kerak bo'ladi va shoh mana bu toki mana F6 kataga qarab kelgungacha, do'st bo'lgungacha, kechirasiz, fillarni ruhlarni almashtirish kerak bo'ladi va shoh F6 kataga kelgungacha oqlar birinchi bo'lib ushbu narsani amalga oshirish kerak. Ya'ni toki birinchi bo'lib mana bu F6 katagini egallaguncha ruhlar almashgan bo'lishi kerak. Bu esa g'alabaga olib boradigan yurish. Barchada biroz boshqacharoq bo'lmoqda. Va hozir birgalikda ko'rib o'tamiz qanday qilib Fisher o'yinni amalga oshirganligini, Paul Keres qanchalik ustalik bilan himoyalanganligini. Hozircha esa shoh 7. Albatta mana bu katakni mo'ljalda ushlab turish kerak. Bu juda ham muhim bo'lgan punktga aylanmoqda. Aynan mana shu katakdan himoyalanishga, himoyasini ushlab turish mumkin bo'ladi qollar. Agarda ruhlar doskadan tark etadigan bo'lsa, darhol u holda mana bu ko'rmoqdamiz H piyodasini mana oxiriga keladigan kataga qora katak, fil esa oq yo'lakli hisoblanmoqda. Bunaqa pozitsiyalarda esa albatta bu durangli endshpil hisoblanadi. Ming harakat qilsa ham baribir o'tib ketmaydi. Xo'p, javoban shoh E4ga, piyodaga hujum, rux J5. Fil qochishi mumkin bu yoqda ikkita joyga. Misol uchun albatta fil F1 yurishi bor. Bu ham yaxshi bo'lgan yurish. Lekin fil D3 yurishi ham bor. Bunaqangi yurish ham bor, lekin bu narsa ham durangga olib borishi mumkin bo'ladi. Chunki fil F7 yurishidan keyin hamma muammosi deyarli qollarniki hal bo'ladi. To'g'ri, shoh uradi F4 bo'lishi mumkin. U holda rux H5 ga va almashgandan keyin ko'rmoqdamizki, shoh tezlik bilan H8 kataga qarab ketadi va qollar shunchaki bitta F piyodasiga o'z filini berishga to'g'ri keladi. H piyodasi esa hech qanaqangi tarzda ferzga o'tib keta olmaydi. O'shaning uchun Fisher bu yoqda fil A6 yurishni tanlamoqda. Javoban esa qollarda yagona bo'lgan yurish bor, ya'ni durangga olib borish mumkin bo'lgan yo'llardan bittasi. U ham bo'lsa fil B1 yurish shoh edi. Mana shunaqangi tarzda himoyalanish kerak edi. Shoh uradi F4 yurishdan keyin rux F5 shoh, shoh J4ga va mana bunaqangi ikki yoqlama zarbadan foydalangan holatda ruhlarni almashtirib olishni uddasidan chiqishadi qorilar va yuqoridagi durangli endshpilga qarab borish mumkin bo'ladi. Va ko'rmoqdamizki, hech qanaqangi tarzda mana bu o'z filini berishadi F piyodasiga va shu bilan yuqoridagi durang yuzaga keladi. Partiyada esa fil F7 yurishini darhol amalga oshirdi Paul Petrovich yuqoridagi g'oya bilan, ya'ni rux H5 yurishi bilan ruhlarni almashtirish uchun. Lekin bu yoqda fil C8 yurishi topilmoqda oqlarda. Gap shundaki, endi agar rux H5 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri oqlar almashtirishi mumkin bo'ladi. Lekin fil J4 yurishi oqlarda borligini ko'rmoqdamiz va qollar hech qanaqasiga o'z filini mana bu F piyodasiga berishni uddasidan chiqisha olmaydi. Va shu bilan partiya albatta darhol mag'lubiyatli deyish juda ham qiyin. Qilinadigan bu yoqda anchagina ishlar bor. Shunga qaramasdan o'sha oqlar g'alabaga qarab harakat qilishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun Keres bu yoqda fil rux H5 emas, balki rux J6 yurishini tanlamoqda. Buni esa endi ahamiyati yo'q. Javoban rux H7 bo'ldi, shoh F8, fil J4ga. Fil kelishi kerak bo'lgan mustahkam joyiga qarab kelmoqda. Va bu yoqda ham kichkinagina taktika qo'lga tashlanishi mumkin, u ham bo'lsa rux J4 zarbasi bilan. Va endi agar arji bo'ladigan bo'lsa, fil J4ga va figura qaytarib yutib olinadi. Juda ham mёртвый durang deyiladi, o'lik durang bu yoqda bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib oqlar rux uradi F7 bilan javob berishadi. Shoh o'shaning uchun olish majburiy va endi oqlar shunchaki g'alaba qozonishadi. Ya'ni bunaqangi taktika ushbu pozitsiyada o'tmaydi.
O'shaning uchun Keris shunchaki Ruxji 7 bilan javob berdi. Ruh H6 nisbatan yaxshiroq edi albatta. Ruxji 5 yurishi, lekin Ruxji 6 yurish bilan javob berdi va almashgandan keyin ko'rmoqdamizki, filli enishpil doskada yuzaga kelmoqda. Ikkita ortiqcha piyoda bilan mana bu shohra F4 yurishdan keyin va endi Fisher navbatdagi bosqichga qarab o'tmoqda. Ya'ni enishpilni boshqa bir bosqichi, ya'ni ruhlarni almashtirishning uddasidan chiqdi qaysidir ma'noda va mana bunaqangi o'ziga qulay bo'lgan pozitsiyani qo'lga kiritdi. Va eng asosiy narsa bu yoqda shohji 7 yurishidan keyin shohji 5 bo'lmoqda. Va oqlar muhim bo'lgan katakni F6 ni o'z nazoratiga olishmoqda. Endi qollar bu yoqda shohini qo'ygan holatda blokada, ya'ni mana bu F piyodasini yo'lini to'sishni uddasidan chiqa olishmaydi. Va bu esa o'yin taqdirini hal qilishga yetarli hisoblanadi. Albatta bu yoqda hali qilinadigan ishlar yetarlicha. Paul Keris shunchaki osonlik bilan mag'lubiyatga uchraydigan shaxmatchi bo'lmagan. Fil D3 hozircha yuzaga kelmoqda. Endi qollar butun bor e'tibori mana bu piyodaga qaratishadi. Piyoda mana bu kattaga kelishi bilan shunchaki filni berishsa bo'ldi. Ularda durang cho'nchagida bor. Shoh shunchaki H8 ga qarab ketadi va piyoda proxodnoy o'tmaydi. Fisher esa bu narsaga qarshilik ko'rsatishi kerak. Javoban F4, fil E4 ga, H4, fil D3 ga, H5, fil E4, H6 shoh. F7 ga qochadigan bo'lsa, shunchaki H5 katagidan shoh beriladi. Shuning uchun shoh H8, fil F5 ga almashtirish kerak emas hech qanaqasiga o'z filini. Fil J6, F5 kataga yurish xavf solmoqda. Shuning uchun himoyalanish kerak. Shoh F6 ketmoqda mana bu Sator katagiga va agarda endi F5 ga qarab yuradigan bo'lsa, o'z piyodasini u holda fil D3 yurishidan keyin yana uddasidan chiqishadi o'z filini mana bu piyodaga berishga. O'shaning uchun qochmoqda orqaga qarab fil J5, pozitsiya biroz qaytarilgandek ko'rish mumkin, lekin fil H5 yurish bilan Fisher boshqa rejasini amalga oshirmoqda. Endi hozir filni bu yoqqa qo'ymoqchi, keyin esa hozir partiyada ko'ramiz nima bo'lganligini. Shoh H7 hozircha fil J4 ga almashtirish kerak emas. F5 va nihoyat piyoda harakatga qarab kelmoqda. Javoban esa fil keldi F7 katagiga. Endi esa mana shu katakdan o'tib olish kerak emas, ya'ni F7 katagidan mana bu piyoda demoqchiman. Yagona qo'riqlaydigan katak mana shu bo'lmoqda. Fil H5 ga. Endi agar almashtiradigan bo'lsa, u holda shunchaki ikkita piyoda birdaniga harakatga keladi va ikkalasidan bittasi albatta o'tib ketadi. Shuning uchun almashtirish kerak emas. Fil J6 shoh, shoh J8 va F6 yurishidan keyin va nihoyat Paul Petrovich Keris kechirasiz, doskada 81-yurishga kelganda o'z mag'lubiyatini va nihoyat tan olmoqda. Gap shundaki, endi g'alaba qo'lga kiritishi juda ham aniq oqlarni va bu quyidagicha yuzaga kelishi mumkin. Qanday qilib desangiz, to'g'ri qollar nazorat qilishni davom etishi mumkin mana bu diagonalni F7 katagini. U holda esa oqlar sekin asirlik bilan shohni yordamga chaqirishadi oldinga. Filni qo'yishadi F7 katagiga. Qochadigan bo'lsa, u holda bir qarashga nazorat ostida turishi mumkin, lekin chiroyli manevr tarzda mana shunaqangi baribir tutib olishni uddasidan chiqadi mana bu qora yurakli filni. Almashadigan bo'lsa, u holda piyoda oldinga qarab o'tadi. Bu esa fers doskada kamiga shunchaki mod bilan paydo bo'lishi mumkin agarda fil qochmaydigan bo'lsa. Mana shunday partiya bo'lib o'tgan do'stlar. 1959-yilda ikki raqib juda ham shiddatli, har doim partiyalari ajoyib tarzda, jangovar ruhda har doim kechgan ikkala shaxmatchini. Albatta boshqa partiyalar bor, imkon bo'lsa hali ularni ham ko'rib o'tamiz. Va yuqorida videoni boshida gapirgandek, Robert James Fisherga ushbu Paul Kerisni ustidan g'alaba qozonish uchun 3 emas, men o'ylayman 4-5 marotaba g'alaba qozonishiga to'g'ri keldi va undan keyin umumiy hisobda bitta partiyani sug'urib oldi va bu rasmiy tarzda eng qiziqarli fakt do'stlar, Bobby Fisherning birinchi g'alabasi hisoblanadi sovet shaxmatchisi ustidan. Va bu g'alabani qo'lga kiritish uchun unga 81 yurish talab qilindi. Mana shunaqangi tarzda kuchli bo'lgan sovet shaxmatchilari oldingi paytda. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.